Noshukur keliniz. Bitta bolalarga qarash og'irlik qildimi? To'ppa to'g'ri opa. Shu bolalarga qaramaslik uchun ham ketib qolgan. Ay, bolaga qarashab ish bo'ptimi? Ha, Farruh? Opa, siz nimani ham tushunardingiz? Shu bolalaringlarni ajrataman, qarayman deb o'zini qorniga bolasini ajralib o'tiribdi-ku. Qo'ysangchi. Hech hamda. Ha, endi peshonasi shu bor ekan. Ha? Bunga bolalarning hech aloqasi yo'q. Keyin siz tushunmaysiz. Bo'ldi qilinglar. Sizlar ham tepamga kelib baqirmanglar, boshim og'rib ketyapti. Oyi, o'ylab gapiryapsizmi? Biz ishlasak, bolalarimizni nima qilamiz endi? Hozir qon bosimim boshib ketgan. Hammang bolangni olib uyingga jo'na. Hozir bolalaringga qaraydigan ahvolda emasman. Hozir qo'limga hech narsa sig'mayapti. Bor. Bolalaringni ol uyingga jo'na. O'zingdan tin. Mani o'z holimga qo'y. Voy, oyi, Qayoqqa boramiz? biz nima qilamiz? Qanaqa ishlaymiz? Ishga olib bora olmaymiz-ku oyijon bolalarni. Men qanaqa islarni eplagan bo'lsam, sizlar ham xuddi shunaqa eplaysizlar bolalaringlarni. Tushundinglarmi? Kerak bo'lsa sizlarni bog'chaga olib borardim, ishga borardim, uyga kelardim, osh-ovqat qilardim, kirchir yuvardim. Onamniki olib borib tashlab kelmagan